Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kechki Toshkentdan alangali salomlar. O'rtoqlar, mana alhamdulillah Genesislarimiz birin-ketin kelyapti. Inshaalloh mana shu showroom Genesis Motorsga aylanadi. Bir yilga yaqin yangi showroom bitguncha mana shu ishlab turamiz. O'rtoqlar, e'tiboringlar markazida Genesis G90 SVB short kalta gibrid motorda eng full royal komplektatsiyasi. O'rtoqlar, bu mashinani men kecha safardaligimda ham qisqacha tushuntirib berdim. Mana hozir o'zim yetib kelib polniy sizlarga podrobniy tushuntirib beraman. Mashinaga har doim pul to'layotganinglarda nima olayotganini odam bilish kerak. Nima uchun pul to'layapti? U narsa necha pul turadi o'zi, себестоимость qancha? Harakat qilaman qisqa videoda hamma narsani sizlarga birin-ketin tushuntirgani. O'rtoqlar, mashinaning tashqi vizualiy ko'rinishidan gapni boshlaydigan bo'lsa, mashinamizda 21 razmerdagi yangi dizayn diskalar turibdi. Bu diskalar original diska. Buni pulga отдельный sotib bo'lmaydi. Sababi именно gibrid motorda konfigurator zavod mashi diskani beradi o'rtoqlar. Boshqa motor 3.5 turbo motorni tanlasak, bunaqa diskani biz ola olmaymiz. 20 razmer diska olamiz. Genesisda ikki xil motor bo'ladi. Ikkalasi ham 3.5 turbo bo'lgani bilan ikkinchisida gibridniy ustanovka bor, 48 voltni deyiladi. U ekonomichniy qilib beradi, ot kuchini ko'paytirib berib, xuddi mana bu limuzinimizga o'xshab 415 ta ot kuchi qilib beradi. Bu mashina endi biz ofitsialniy Genesis showroom bo'layotganimizga O'zbekistondagi distributorlarni olganman, Koreyaning bitta kompaniyasi bilan совместный. Men hamma modelni qo'yishim kerak bu yerga. Bu mashinani ham oldindan zakaz qilingan edi. Hozir buni ketiga slabiyroq komplektatsiyalari keladi. GV80 ni fulli keladi, G70 fulli keladi, G80 keladi. Hamma mashinani reklamniy obrazец eng fulli va sredniy komplektatsiyalari keladi. Bu mashinaga qaytadigan bo'lsa, bu mashinani zakaz qilayotgan paytimda o'rtoqlar ko'p o'yladim, qanaqa salon berikin deb, eng full, eng qimmatiga baribir mana shu bordoviy korичневый salonni qo'shadigan bo'ldik. Men kecha ham gapirdim o'rtoqlar, sizlarga ko'p gapiryapman. Tak, mana full napa koja deganda mana shu rombikiviy bo'ladi. Sizlar ne только bu romb kojaga pul to'lamaysizlar. O'rtoqlar, bu yerda расширенный deyilgani kengaytirilgan koja bo'ladi. Buni mana tarpetkalarida ham koja qoplangan, обшивкаlarida ham koja qoplangan. Xuddi Gelenwagenni ham manufaktur fullida обшивка tarpetkalarida koja qoplangan bo'ladi. Sizlar просто kojani sideniyani napa sideniya uchun pul to'lamayapsizlar. Bundan tashqari mashinamizda pnevmo podveska bor o'rtoqlar, mashina tushadi, chiqadi. Bundan tashqari tak qaranglar. 4D akustika, mana bu turgan pishalka, buni ham hozir yana ko'rsatamiz. Orqada mana xuddi Maybachlarga o'xshab 223 larga o'xshab kolonkalari turibdi. Mana shu narsani o'zi $4000 turadi o'rtoqlar. Mana kojinni napa salonimizni o'zi polniy stoykalari bilan zamshlab berishi mashina o'zi $5000 turadi. Tak, o'rtoqlar, mashinada polniy orqa komfort package degan narsa bor. Orqa komfort paketda o'zi Genesisda $5000 turadi. Rovni men buni hamma gapimga isbotini konfiguratordan ko'rsatib beraman sizlarga. Mana bu sidenalar hammasi yotadi, atamankalar ko'tariladi. 4 ta sidenada bu yerda massaj bo'ladi. Full komplektatsiyada 4 ta eshikda elektronniy eshik ochish yopishlarini qo'shganmiz. Undan tashqari orqa balon buriladigan funksiyasi bor. Bu pnevmo podveska bilan xohlasanglar отдельный ham qo'shtirib bera olamiz. O'rtoqlar, bu mashinada biz ofitsialniy dilerstvo bo'lganimiz uchun bizning har bitta Genesis любой modelimizda русский tekst обязательный bo'ladi. Zavoddan imennoy bizning distributorstvo uchun русский tekstda keladi mashina. Hamma mashinamizda русский tekstda bo'ladi, 3 yil garantiyada bo'ladi. O'rtoqlar, bizning ofitsialniy Genesis Motors O'zbekiston korxonamizda, dilerstvomizda hamma mashinamiz русский tekstda keladi. Bizda уже to'lov turlari sizlarda hech kim bermaydigan raqobatdosh, чтобы hech kim dosh bera olmaydigan darajada men sxemalarni o'ylab topganman. Mashinani komplektatsiyasiga qarab, qimmat mashina bo'lsa 40%, sredniy arzonroq mashinasi bo'lsa 30. 30 dan 40% gacha depozit berasizlar, mashinani konfiguratorda yig'amiz. Mashina kelgandan keyin O'zbekistonga ko'rib, o'zingizlar imennoy sizlar uchun yig'ilgan, sizlar uchun kelgan mashinaga qolgan pulni to'laysizlar. 3 yil garantiya, 100 ming kilometr na servis garantiyali bo'ladi. Avtosel Umar xizmatingizda, Genesis Motors xizmatingizda. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.